Assalomu alaykum hurmatli brifing qatnashchilari. Bugungi mavzumiz ish o'rinlari va mehnat sharoitlari nogironligi bo'lgan shaxslarga moslashtirilganligi uchun subsidiya berish tartibi haqida bo'ladi. Ya'ni bunda Adliya vazirligi bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi mablag'lar hisobidan subsidiyalar va ssudalar ajratish bo'yicha idoralararo hujjatni qabul qildi. 2026-yil 7-maydagi 38-32 sonli qarorda ketgan. Bunga ko'ra subsidiyalar jamg'arma mablag'lari hisobidan quyidagi maqsadlar uchun ish beruvchilarga ajratiladi. Bunda bandlik bo'limi yo'llanmasi bilan ishga qabul qilingan xodimlarni kasbga tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish xarajatlarini qoplash uchun har bir xodimga 6 oy davomida har oy BXMning 4 barobar miqdorida, aholining ijtimoiy ehtiyojmand toifalarini belgilangan eng kam miqdordan ortiq ishga qabul qilish uchun har bir xodimga 12 oy davomida har oy BXMning 2 barobar miqdorida, ish o'rinlari va mehnat sharoitlarini nogironligi bo'lgan shaxslarga moslashtirish uchun har bir moslashgan ish joyiga BXMning 40 barobargacha, jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan shaxslarni ishga qabul qilgan ish beruvchilarga mazkur shaxs 3 oydan ortiq mehnat faoliyatini davom ettirgandan so'ng bir martalik BXMning 3 barobar miqdorida, shuningdek 2026-yil 1-iyuldan 2028-yil 1-yanvarga qadar quyidagi subsidiyalar ajratiladi. Ya'ni o'qituvchilar va ishlab chiqarish ta'lim ustalariga xalqaro darajadagi tan olingan kasbiy ta'lim sertifikatlari hamda milliy sertifikatlarni olish uchun malakasini baholash markazlarini tashkil etgan tadbirkorlik subyektlariga xarid qilingan baholash vositalari xarajatlarining 30%, biroq BXMning 200 barobaridan oshmagan miqdorda. Bundan tashqari nogironligi bo'lgan shaxslarga ularning bandligini ta'minlash maqsadida jihozlangan asbob-uskunalar, mehnat qurollari va xomashyo xarid qilish, internet xizmatlariga ulanish, shuningdek tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki kengaytirish uchun 3 yilgacha 6 oylik imtiyozli davr bilan BXMning 75 barobargacha miqdorda foizsiz ssuda ajratiladi. Talabgorlar subsidiya va ssuda olish uchun MyGov.uz, Yagona milliy mehnat tizimi hamda OneID onlayn mahalla elektron platformalar orqali onlayn murojaat qilishlari mumkin.